Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi ikkinchi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz sonlar va natural sonlar haqida bo'ladi. Xo'p, qani bo'lmasa boshladik. Ushbu darsda siz 4 ta narsani o'rganamiz. Natural sonlarni aniq ta'riflay olamiz. Natural sonlarni butun va ratsional sonlarga ajratamiz. Katta natural sonlarni taqqoslash va tartiblay olamiz. Natural sonlarga oid murakkab imtihon tipidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Oson bo'ladi deyishga shoshilmang. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Xo'p, son turlari. Natural, butun, kasr sonlar asosan ko'proq uchraydi. Bundan ko'proq son turlari bor, lekin imtihonda ko'proq tushadiganlari shular bilan bo'ladi. Natural sonlar bu sanoqda ishlatiladigan sonlar, ya'ni 1 dan boshlanadi, 1, 2, 3 ketaveradi cheksiz. Keyin bizda butun sonlar bor. Butun sonlar bu natural sonlar, ularning manfiy qiymatlari va 0 ni o'z ichiga oladi. Yana 1, -1, 2, -2, 0 va cheksiz. Kasr sonlar. Kasr sonlar butun sonlar bo'lmagan sonlar bo'lib, bitta butun narsaning bir qismini ifodalaydi. Masalan, 1/2 yoki 4/8 va hokazo 17/4. Natural sonlar xususiyatlari. Birinchidan cheksiz. Natural sonlarning cheki yo'q, chunki eng katta songa ham 1 qo'shsangiz, keyingi sonni ifodalashi mumkin. Hop, ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. To'plam shakldagi ko'rinishi. Ular sanoqda ishlatiladi. Misol uchun 10 ta bola, 15 ta qiz, shu kabi misollarni keltirsak bo'ladi. Misol uchun sanoqda 0.1, 0.2 deyilmaydi. Bu natural sonlarga kirmaydi, 0.1lar. Yoki bizda pozitiv xususiyati ham bor bundan tashqari, ya'ni musbat bo'lishi kerak, 0 dan katta bo'lishi lozim. Shu 3 ta xususiyatni bir-biriga bog'lasaylik, natural sonlarni tavsifi bo'ladi. Quyidagi sonlardan qaysilari natural to'plamiga kiradi? A 0, B -1, C 3, D 4/1, E 7/1. Bizda to'g'ridan-to'g'ri javob C bo'lishi mumkin, ya'ni bu 3 ga teng. Ularga E'dagi 7/1 ga sal chalg'imasligimiz kerak. Sanoqda chunki biz 7/1 da olma turibdi deb aytmaymiz. To'g'ri, bu yerda ko'pchiligingiz yozishingiz mumkin. 7/1 natural son, chunki 7/1 baribir 7 ga teng deb. Bunga qo'shilaman, lekin agar imtihonda xuddi shunday kelib qoladigan bo'lsa, 3 ni bo'lish ehtimoli juda ham kattaroq. Sonlar taqqoslayotganda raqamlarni chapdan o'ngga solishtiramiz. 5 bilan 5, 0 bilan 0, 8 bilan 8, 9 bilan 9 mos kelyapti-da. 4 bilan 7. 7 soni katta bo'lgani uchun, demak bu son katta bo'ladi. Oxiri 974 bilan tugagan son katta bo'ladi. Mana, xuddi shu narsa. 974, 947. Bu son bu yoqqa kelgan, bu son bu yerga kelgan. Shunday. Taqqoslashda menimcha qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Keyin bizda shartli tartiblash bor. O'sish tartibida joylashtiring degan. A soni bizda 300 ni beradi. 3 ni 10 ni kvadrati, ya'ni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 300 soni kelib chiqadi. B o'z berilgan 299, C 2 ning kubi, ya'ni 8, 8 ni 37 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 296 bo'ladi. Bularni endi solishtiradigan bo'lsak, 296 eng kichigi, 299 300. Demak, A eng kattasi, B ikkinchisi, C eng kichkinasi. Endi namunaviy savollarga keladigan bo'lsak, quyidagi sonlar orasida nechta natural son bor degan savol berilgan. 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 va 5 ning kubi. 2 ning kvadratini 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni 4 kere 12 va 125 oralig'ida nechta son bor degan savol berilgan. 12 bilan 125 oralig'ida
biz 13dan boshlab 124gacha bo'lgan sonlarni hisobga olishimiz kerak. Javobi 124dan 13dan ayirib 1ni qo'shib qo'yamiz va natijada bizga 112 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni bu narsani katta ko'rinishdagi misollarga keladigan bo'lsak, har doim kichkina formatdagisini o'zingizni miyangizda shakllantirib formulani yarata olishingiz kerak. Xo'p, buni sal 1 2 3 4 5 6. Xo'p, mayli, savolni o'zgartiradigan bo'lsak, 1 bilan 6 ni oralig'ida nechta son bor deydigan bo'lsak, demak 2 bilan 5 ni oralig'idagi sonni olamiz. Ular 4 ta. Buni qanday hisoblayman? 5 dan 2 ni ayiraman. 2 ni ayirib 5 dan 2 ni ayirsam necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Lekin bu yerda 4 ta son bor, demak 1 ni qo'shar ekanman. Bu narsa hammasiga tushadi. Demak, bundan kattasidan kichikni ayirib 1 ni qo'shar ekanmiz. Xuddi shu narsa misolda ham ko'rsatib berilgan javobida 124 dan, demak 124 bilan 13 ni hisobga olgan, ikkalasini ham hisobga olganda nechta raqam bor deydigan bo'lsa, 124 dan 13 ni ayirib 1 ni qo'shib qo'yar ekanmiz. Demak, javobi 112. Ya'ni keyingi savolga o'tamiz. Endi sonlar haqidagi bilimimizni takrorlaydigan bo'lsak, nimalarni o'rgandik? Natural sonlar tashqi ko'rinishda emas, balki xossalariga ko'ra aniqlanadi. Imtihonlarda yodlashni keragi yo'q. Boyagindek yuqoridagi savolni ishlaganimizdek mantiqni ishlatib, kichkina narsani o'rganib olib, keyin u narsani kattaroq, qiyinroq savollardagi ishlanishlarga qo'llashimiz kerak. Taqqoslashdan oldin ifodalarni soddalashtirishni o'rgandik. To'g'ri hech kim bittada ko'rib javobini belgilamasligimiz kerak. Yoki ismim Diyorbek bo'lsa, demak D variantini belgilayman deb ketmasligimiz kerak. Uni ifodani soddalashtirib, keyin javobini topishimiz kerak bo'ladi. Keyingi darsda xona birliklari, taqqoslash va yaxlitlashni o'tamiz. Keyingi darsni o'tkazib yubormang.